Assalomu alaykum, ustozimiz Ilhom Begimkulov. Men bugun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildirmoqchiman. Allohga behisob shukr, sizda insonga yo'liqtirgani uchun. Xudo xohlasa mana oilamiz bilan birgalikda, turmush o'rtog'im bilan birgalikda sizni 1 yillik challengeingizga qo'shildik. Juda ham yaxshi natijalar bo'lyapti. Men sizga shundan 3 tasini aytsam, birinchisi, men har kuni ibodatga kech qolardim, uxlab qolardim. Ibodatlarimiz o'z vaqtida bo'layapti. Ikkinchidan, sog'ligim uchun har kuni 10 ming qadam tashlashni niyat qilardim, hech boshlay olmasdim. Bu ham har kuni 10 ming qadam bo'lyapti. Uchinchidan, siz aytdingiz, 20 kunda bitta kitob tugatasiz o'qib dedingiz. Xudo xohlasa mana bugun challengening 26-kuni men уже 2 ta kitob o'qidim. 2 ta o'qib, tugatib, o'z tushunchalarimga ega bo'ldim. Ustoz, sizdan olayotgan bilimlarning orqasida, challengening orqasida Xudo xohlasa meni dunyoqarashim, nafaqat meni, oilamizdagilarni hammasini dunyoqarashi, fikrlashimiz o'zgardi. Oldin problemalarni ichida qolib ketardik. Problemalarni o'ylab siqilardik. Hozirgi kunda problemalar bu bizlarni ulkan natijalarga olib chiqishini, shu problemalar orqasida katta-katta ishlar boshlashimiz mumkinligi va bu problemalar bizlarga o'sishimizga yordam berishligini tushundim. Xudo xohlasa sizdan olayotgan bilimlarimiz juda ham manfaatli bo'lyapti. Inson sifatida halol, pok inson bo'lganingizni juda ham hurmat qilamiz. Va Xudo xohlasa yaxshi natijalarga erishamiz degan niyatdaman. Yaxshi natijalarga erishganda ham mana shunday natijalarimizni gapirib aytib beramiz. Xudo xohlasa.